sifati kafolatlanmagan dori vositalari va tibbiyot buyumlarining noqonuniy muomalasi nafaqat amaldagi tartiblarga zid, balki eng avvalo yurtdoshlarimiz salomatligi uchun ham jiddiy xavf-xatardir. Bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida Bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan muntazam chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, poytaxtimizning Chilonzor tumanida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirida hech qanday hujjatlari bo'lmagan katta miqdordagi dori vositalari savdosining oldi olindi. Qancha dori vositasini necha pulga savdoga kelishib oldi berdi qildingiz? 38.600. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida oldindan kuzatuvga olingan fuqaro hech qanday hujjatlari bo'lmagan 41 nomdagi 53.308 quti dori vositalarini sotayotgan vaqtida to'xtatib qolindi. Ashyoviy dalil sifatida olingan mazkur dori vositalarining dastlabki qiymati 780 million so'mni tashkil etdi. Shuningdek, Bojxona qo'mitasining tezkor tuzilmalari Toshkent shahar bojxona boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tibbiyot buyumlarini qonunga xilof muomalasiga qarshi tezkor qidiruv tadbiri o'tkazishdi. Chilonzor tumani hududida olib borilgan tadbirda fuqaro xorijda ishlab chiqarilgan, sifatini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan 400 million so'mlik 200 ming dona tibbiyot buyumlarini sotayotgan vaqtida to'xtatib qolindi. Bitta pachka 50 tadan jami bir korobkada 10 ta pachka. Jami 500 ta bor. Bitta korobkada 500 ta, shunda 500 ta. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan joriy yilning shu davriga qadar 565 ta holatda qiymati 36 milliard so'mdan ortiq dori vositalari va tibbiyot buyumlarining yurtimizga noqonuniy kirib kelishi hamda savdosining oldi olingan.